alaykum. PostgreSQL'ni o'rnatganimizdan keyin eng asosiy qiladigan narsamiz kichkinaroq database yaratish yoki database yaratish, masalan, jamoa, guruh, любой nomdagi database yaratamiz va ichiga 3 ta odamni ma'lumotlarini kiritamiz. Ya'ni insert qo'shamiz, update yangilaymiz va delete o'chiramiz. Buning uchun bizga SQL shell kerak bo'ladi. SQL shellda har doim SQL shellda ishlaymiz. SQL shellda ishga tushirishimiz uchun password so'raydi. Password birinchi o'rnatayotganimizda so'raydigan o'zimiz kiritgan password, ya'ni parol. Men shu parolni kiritdim va enter bosganimda, demak, o'sha PostgreSQLni 18.3 versiyasini yuklab olganman, buni ko'rsatyapti. Hop, men birinchi o'sha database nomini kiritib olaman. Masalan, fakulty. Shunaqa nomli database yaratyapman. Masalan, deb enterni bosganimda database kiritildi. Endi buni ichiga kirib olaman. cd fakulty deb ichiga kirib olaman. Demak, kirdim. Endi database yaratilgandan keyin ustun qo'shiladi. Ustun qanday bo'ladi? Ism, yosh, kurs. Shunaqa ustun qo'shaman. Men bu kodni yozib o'tirmaslik uchun tayyor Wordga saqlab olganman. Beriladigan kodlarni, masalan, mana get table varchar int yosh hammasi kiritilib turibdi. Serialize qilib qilaman. Pasteni bosaman. Bu yerda muammo bo'layotgan narsa xo'sh, create table yosh. Hop, create table qo'shildi. Qo'shilgandan keyin men endi odamlarni qo'shaman, ya'ni insert talaba yosh value deb. Birinchi buni qo'shib olaman. Serialize va enterni bosaman va keyin value sizdan ketma-ketlikda bo'ladi. Buni qo'shib olaman. Insert, ya'ni 3 ta kiritildi. 3 ta insert kiritildi. Buni tekshirib olish uchun select katta harf bilan yozildi. Variable enterni bossak, mana insert qo'shganimiz, ya'ni vali, ali, samiyni qo'shganimizda 20, 22, 19 yoshlarni qo'shganimizda bu yerda tayyor bo'ldi. Endi update qismi, ya'ni birontasini yoshini o'zgartiramiz. Update qismida Alini yoshini o'zgartiramiz. Qilamiz, Ctrl V qilib
update bir marta update bo'ldi. Endi o'sha select from talaba degan kodni tashlaganimizda o'sha ishlaymikan yo'qmikan shuni tekshira olamiz. Enter bosamiz. Mana bizga Ali boshda turgandi birinchi mana bu yerda. Mana bu yerda Ali boshda turgandi, update bo'lgandan keyin oxiriga o'tdi va yoshi o'zgardi 21 ga. Endi delete qism. Masalan, Samini o'chirib tashlaymiz. Bizga Sami kerak emas. Masalan, Sami kerak emas. Delete from talaba Sami. Asta bosamiz delete bir. O'sha kodni o'sha biz select from tekshirish masalan enter bosamiz Sami yo'q bo'ldi. Asosiy qism shulardan iborat edi. Darsimiz tamom. Xayr, sog' bo'ling, salomat.